Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorumizda shahar markazidan gaz, suv, bog'cha, maktab, hamma narsaga udobniy yerdan 5 xonali dom bo'ladi. Bu joyimiz remontlari hamma narsasi bilan birin-birin tanishib chiqaman. Shunday podyezddan kirganimizda hol bo'ladi. Holdan o'ng qo'limizda bir spalnimiz joylashgan bo'ladi. Spalnimiz baland bo'lganligi sababli telarni podval sifatida foydalansalar bo'ladi. Bu yerimiz bir spalniy xona bo'ladi. Endi ikki spalniy, ikki zali bo'ladi bu yerda. Bu tarafimiz oshxona, katta hol, to'g'ri kirganimizda katta bir mehmonxonasi bo'ladi. Remontlarni ko'rib turibsizlar, yaxshi. Egalari bilan kelishsanglar, ayrim jihozlari, pardalari, to'shamlari qoladi. Gap egasi bilan kelishsa bo'ladi. Remontlari ajoyib, hech qanday rasxot yo'q, to'g'ri kelib yashayverasizlar. Bu yerimiz birinchi zal bo'ladi. Bu yerimiz spalning. Shunda o'tganimizda to'rda oshxona joylashgan, bu yerda oilaga o'tirish zonasi. Ko'rib turgan oshxona mebellari, gaz plitалari, ana shu diyorlar ham kelishsanglar qoladi. Bu tarafimizda ikkinchi mehmonxonasi. Bu yerimizda xalasanglar, zalqsanglar ham, xalasanglar, spalniy sifatida foydalansanglar bo'ladi. Remontlar toza, ajoyib ishlangan. Shunday oynalar ham plastik, ko'chaga qarab bo'ladi. O'zi ko'pchilik tushundi adresini ekanini. Adres ham yaxshi yerda joylashgan bo'ladi. Lokatsiyasi вообще zo'r yerda. Bu domimiz 3-etajda joylashgan. Remontlar ana shunday ajoyib ko'rinishda. Narxi ham unday qimmat emas. Shunda kelganimizda bu yerimizda bir garderob bor. Hozir klassikadan foydalanib turganlar. Bu tarafimiz sanuzel. Sanuzellar ham chiroyli deb remontlari, unitazi, yuvishma, qo'l yuvish rakovinalari hamma narsasi joy-joyida tayyor, hech qanday rasxot yo'q. To'g'ri kelib yashab ketaversanlar bo'ladi. Bu tarafimiz ikkinchi spalniy bo'ladi. Bu tarafimiz oshxona bo'ladi. Oshxona mebellari, gaz plitалari kelishsanglar qoladi hammasi. Bu yerimiz ikkinchi spalniy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, razmerlar ham kichkina emas, remontlari yaxshi, hech qanday rasxot yo'q. Yo'l tarafga qarab oynasi bo'ladi. Xonamiz yorug'. Lokatsiyasi ham yaxshi yerda. Hozir sirtqa chiqib tushuntiraman. Adreslarni pullari bilan tanishib olsanglar bo'ladi. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bir like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlarga umiddamiz. Uyimizni ko'rib tanishib chiqdinglar. Ana shunday yaxshi temir eshiklar qo'yilgan. Bundan tashqari xavfsizlik uchun kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Podyezimiz ham keng, ana shunday yaxshi eshiklar qo'yilgan. Aldlar ham shunday keng eshik bo'ladi. 3-etajda joylashgan o'ng qo'limizda. Bu tarafimiz mana oldingi sug'urta, pochta taraf bo'ladi. Shu domning chetidan kirib kelganimizda ikkinchi podyez, 3-etaj, o'ng qo'l bo'ladi. Aldinda ana shunday detskiy plashadkalari bor. Hamma narsasi joy-joyida, hamma yerga yaqin, udobniy bo'ladi. Ana shu domni izlagan odamlarga, shunday dom izlagan odamlarga tashlab qo'yamiz. Do'stlar, bu joyimizdan ko'rib tanishib chiqdinglar. Xudo xolasa egalari narxini 24 ming dollar deb turibdilar. Lekin bu narx qatib qo'ygan narx emas, ustunda kelishiladi, qaytiladi, poyg'asi bor. Ichida ko'p narsalar qoladi. Ularni egalari bilan o'zingiz kelib, ko'rib, gaplashib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Ana shunda 5 xonali katta dom qarab bo'lgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Endi to'shni adresini kelsak, manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri bo'ladi. Orientir. Bu tarafimiz supermarket. Bu tarafimiz shahar hokimiyati bo'ladi. Mana shunda So'rtaning qatlamdagi 4-etajli domning 3-etajida joylashgan. Mana kirib, chet tarafimizda 2-podyez, 3-etaj yuqorida bo'ladi.